Manda bizning radio tinglovchilarimiz yozalar. Aydali. O Rüstem, bigrek kilishib tura taqiyang. Ey Allah'a şükür. Kimdir yozgan Rüstem kilishmi taqiyang degan? Mina baribir. Mina ışıy. Benim ko'ngil holatim Bu shunday. benim turmush yo'lim. Ey, mana shunday. Biz Narsasi kelishmay, tugal yozig'iz. Jimirlik. Sen radiska ket. Ha? Radiska ket. Nek. Osilib turgan shekilli. Kabil. Tinglovchilarimiz anglamasqa mumkin, ko'rmovchilar. Shunga ko'ra tilasangiz aytmang deyman. Bu radiosanat.com saytına kirib ko'ra olasiz do'stlar. Endi biz bugün turmush yo'llarini naq mana qo'rqmaycha, erlar ishi deb turmaycha Ağır xizmatga bag'ishlagan xotin-qizlar turida сөйләшәбез. Сөйләшәбез politsiya өлкәсендә эшләүчеләр, сөйләшәбез. Bu da bizning tema o'zgarmasa yarı indi. Yo'q, tem o'zgarga turamida, chunki taqiyadan meni qirmizqa go'shti ham men bilan o'ynayman, tanisham. İsanmi qirmizqa? Xotin-qizlar ağır xizmatda, erlar qirmizqa bilan сөйләшә. Bu diagnoz. Yo'q, bu oxir zamon bo'lirga mumkin. Do'stlar